Hammaga salom. Bugun Pinduoduodan kelgan yangi zakazlarimizni raspakovkasini qilamiz. Bu gal unaqa ko'p narsa zakaz qilmaganman. Bolamga ikkita pijama va o'zimga kuzgi shim. Internetga kirsam hamma kojinli shimda yurgan ekan. Men ham havosim kelib o'zimga bitta kojinli shim zakaz qildim, L razmerida. O'zi meni razmerim ML, mayli umuman tor bo'lib ketmasin deb L zakaz qildim. U ham malamerka shekilli, juda ham kichkina keldi. Lekin hamma shoflari tekis, materiali yaxshi, qalin. Kачествоsi qanaqaligi videodan ko'rinib turibdi. Yana chiroyli, yumshoq, qulay pijamalar zakaz qilganman. Kelinglar birgalikda ochamiz va videoni oxirigacha ko'ramiz. Like bosish esingizdan chiqmasin. Birinchisi shunaqa yumshoq oppoq pijama. Pijamani razmerini 100 qildim, sal kengroq tursin, bemalol yursin deb. Materiali yumshoq, tanada turar ekan, paxtaga o'xshar ekan. Qalin sovuq kunlarga to'g'ri keladi. Pinduoduoda ko'p kiyimli birkasi keladi. Bu gal kiyimlarimni hammasini birkasi bor. Ishtoni uzun ekan, bo'yi uzun bolaga ham tor keladi. Ikkinchi pijamani 90 razmerda oldim. Sal kichkinaroq tanlab qo'yibman. Bolamga juda ham tor keldi, ayniqsa qo'l taraflari. Buni ham materiali qalin, kuz-qishga to'g'ri keladi. Videolarim yoqadigan bo'lsa, podpiska tashlab, like bosish esingizdan chiqmasin.